Assalomu alaykum do'stlar. Bizda Shimji nasoslarini variantlari ko'p. Bugun videoda ko'rsatadiganlarim glubinli nasoslar hisoblanadi. Bularni variantlari eng kichkinasi 180 wattdan boshlanadi. 76 litr, tashqi diametri 76, og'zi 25 bilan chiqadi. 4 tonna suv beradi. Bu to 1,1 kilovatgacha variantda bor. Keyin 89 li diametrda chiqadigan 0,37 kilovatdan to 1,5 kilovatgacha chiqadigan bor. Og'zi 40 li bilan 7 tonnagacha suv beradi. 115 metrgacha tushirsangiz bo'ladi. Keyingilari turli nasoslar. Bular 0,75 kilovatdan boshlab 200 kilovatgacha davom etadi. 220 ishlaydi. Ularda endi kaskadan qo'shiladi. 14-15 tonnagacha suv beradi. 3 kilovatdan boshlab 3 faza hisoblanadi turlilarimiz. To 7,5 kilovatgacha 145-200 metrgacha tushirsangiz bo'ladi. Nержавейкali turli variantlarimiz bor. Bularimiz ham 0,75 kilovatdan 5,5 kilovatgacha 180 metrgacha davom etadi. Burada 220 da kaskad, 3 fazaligida esa kaskad bo'lmaydi, alohida shit qo'yiladi. 5 lik nasoslarimiz bor. 5 lik nasoslarimiz og'zi 50 tali bilan chiqadi. Tashqi diametri 125 hamda 6 lik nasoslarimiz bu nержавейка hisoblanadi. Krichatkas ham nержавейкali 89 og'iz bilan chiqib 5,5 kilovatdan to 15 kilovatgacha davom etadi. 119 metrgacha tushirish mumkin. Soatiga taxminan 40 tonnadan 75-80 tonnagacha suv beradi. Sifatli mahsulot. Kimga shunaqa yaxshi mahsulotlar kerak bo'lsa, albatta bizning raqamlarimizga murojaat qilinglar. Qo'ldan kelgancha tavsiya beramiz va sotamiz. Yaxshi xizmat qilib bersa biz ham yaxshi kayfiyatda bo'lamiz, xursand bo'lamiz. Maqsad faqat foyda ko'rish emas, foyda berish ham, ya'ni manfaatli bo'lgan mahsulotlarni taklif qilish. Shimji eng yaxshi brendlardan hisoblanadi. Xaridorlarimiz bilishadi, ishlatib yurganlar. Ustalardan so'rashsa ham o'zi tavsiya berishadi. Kimda kim qiziqsa, raqamlarimizga murojaat qilishi mumkin.